Ro'zani buzadigan ishlar. Ro'za tutmaslik ruxsat qilingan kishilar. Ro'za tutishi cheklangan kishilar. Ro'zani buzadigan ishlar. Birinchisi qasddan yeb ichish va ayollik munosabat. Bu ikki ishning qaysi birisining ro'zani buzgan kishi shu kunning ro'zasini qayta tutadi. Shuning bilan birga 60 kun orqa-marqa ro'za tutadi. Agar uningga qodir bo'lolmasa 60 miskinga bir vaqt tomoq beradi. Ikkinchisi qasddan qusish. Qasddan qusish orqali ro'zani buzgan kishi bir kunga bir kun qayta ro'za tutadi. Uchinchisi iftor vaqti kirishdan ilgari kun patdi deb o'ylab kun petishdan ilgari iftor qilib salgan bo'lsa yoki atdiganda tong otmadi deb o'ylab tong otgandan keyin zuhur yeb salgan bo'lsa bu kunning buzuladi. Bundaq ahvolda bir kunga bir kun qayta ro'za tutadi. To'rtinchisi analizm bilan shug'ullanish ro'zani buzadi. Beshinchisi quvvat va mag'dur paydo qiladigan ukullar va asma ukullar ro'zani buzadi. Oltinchisi hayz va nifas ro'zani buzadi, keyin bir kunga bir kun qazosini qiladi. Ro'zani buzmaydigan ishlar. Birinchisi isida yo'q bir narsa yeb salsa yoki ichib salsa ro'zasi buzilmaydi. Qusqu to'yg'udak yeb salgan bo'lsa-mu ro'zasi buzilmaydi. Ammo isiga kelgan hamon to'xtishi lozim. Ixtiyorsiz qusish ro'zani buzmaydi. Ixtiyorsiz holda gelimiz kirib ketgan chang to'zon va shunga o'xshagan narsalar ro'zani buzmaydi. Xushpuroq gullarni purash va yemak-ichmakliklarning puroqlari ro'zani buzmaydi. Atir chechish ro'zani buzmaydi. Ehtilom bo'lish ro'zani buzmaydi. Qon oldirish ro'zani buzmaydi. Tukrukini qasddan yutish ro'zani buzmaydi. Ko'ziga dori temitish yoki surma tortish ro'zani buzmaydi. Non chaynab berishi ro'zani buzmaydi. Ammo gelidan o'tib ketmaslik kerak. Tomoqning tuzini tetish ro'zani buzmaydi. Buningdan o'xshashlar gelidan o'tib ketmaslik shart. Tish cho'tkalash ro'zimizni buzmaydi. Ammo og'zimizni sug'aganda bak cho'nqur olmaslik kerak. Ro'za tutmaslik ruxsat qilingan kishilar. Birinchisi homildorlar va bola emitadigan ayollar. Bular ro'za tutsa o'zi yoki bolasining salomatligiga ta'sir yetsa, bular ro'za tutmasa bo'ladi. Keyin qazosini qiladi. Agar orqa-marqa qo'zoq ko'tarib tug'adigan va bola emitadigan ayol bo'lsa, tutolmagan har bir kuni uchun bir miskinga tomoq beradi. Ikkinchisi 85 kilometrdan yiroqqa safarga chiqqan musofirlar. Bular safar ustida ro'za tutmasa bo'ladi. Keyin qaytib qazosini qiladi. Uchinchisi kasal bo'lib qolgan kishilar. Agar ro'za tutsa kasaliga ziyon qiladigan, ya'ni ta'sir ko'rsatadigan yoki saqayishni kechiktiradigan ahvol bo'lsa, bular ro'zani kechiktirib saqaygandan keyin tutsa bo'ladi. To'rtinchisi yashinib qolganlikdan ro'za tutish ig'ir qiladigan kishilar ro'za tutmay har bir tutolmagan kuni uchun bir miskinga tomoq bersa bo'ladi. Ro'za tutishi cheklangan kishilar. Birinchisi oylik odat ko'rgan ayollar. Ikkinchisi nifasdor ayollar. Uchinchisi ro'za tutsa hayotiga xavf yetishi doktorlar tomonidan diagnoz qo'yilgan kasallar. شوقا